Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mediklar bayrami. Mana shu meditsina sohasida xizmat qilib kelayotgan barcha insonlarni mana shu bayram bilan muborakbod etaman. Shu o'rinda o'zimning volidai muhtaramimda, qiblagohim bo'lgan, boshimga tosh bo'lgan oyijonimda mana shu kasb bayrami bilan muborakbod etaman. Oyijon, mana shu bayramingiz sizga qutlug' bo'lsin. O'z kasbingizga vafodor bo'lib, nafaqat oilangizga, balki barcha yordam qo'lini so'ragan insonlarga o'z xizmatingizni ayamaganingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Siz tufayli tabletkalar qanaqa, shprits nima, igovka nima, ampulalar qanaqa, mana shuni barchasini o'z ko'zim bilan ko'rib o'rganganim uchun, o'rgatganingiz uchun sizga behisob minnatdorchilik bildiraman. Bu narsa o inson hayotida kerak bo'lar ekan. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Boshimga tosh bo'lgan oyijonim, orqamda tog' bo'lib duogo'yim bo'lgan oyijon, mana shu kasb bayramingiz sizga muborakbod etsin. Men sizni doim sog'inaman. Sizni doim yaxshi ko'raman. Mana oyijonim.